Bismillah. Assalamu alaikum. Hürmetlik, süyümlük, muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Ötken haftelik ders günümüzde bunu ders desem biraz çektinişip ketken bolamdı. Hıcıl bulawatyman. Neyse, şu ötken haftadaki video neşir günümüzde başka bir video kılış ihtiyacı doğulup kaldı. Bilisizler, sürgün hükümetde elip berilgan islahatını tonuşturuş ve merdudilanın çün perdesini düşürüş ihtiyacı vardı. Hem işler cayda hem de. Hem işler cayda diginimizde bir dilla balı vaktimde yadılaydıgan Mao Zedong'un şiirlerden bir mısra yadıma geçip kaldı. Ah cümüyle lanıştalandı deraxtni zoru kop deydigan. Şunun okşaş inşallah biz sabit kadem bilen ilgirleşlerimizge devam kılavatımız. İkinci veya ki üçüncü hükümet kılışka urunuvat kalla ve kucaklıvagan manseplerden vazgeçiş kiçidemavat kalla hiç nima kılanmaydı inşallah. Bunun hakkında şunun. En azından Türkiye sırtığı taşıp çıkanmaydı. Şoňa maňa kulak selavatkan qarindaşlarymny sürgünde hükümetinlaga, bu hemmeňlaryň hükümeti, Şarkı Türkistanlyklar, sizläniň hükümetinlaga bu. Sürgünde hükümetinlaga millet vekili bolup kiriş üçin turuşlyk orunlarda saýlamga gatnaşyşy çakyrman. İgi çykydigan wagtyda igi çykmay, mesuliyet sürüştürüşke urunsanlar haksızlık olur. Hem de bugünkü esli temaga gileýli, her qetimde biraz wagtyňyny ilawatyman. Bu temanyň syrtydaky gepler üçin. Bugün iki noktada toktalsak, yoki iki nokta hakkında jipçi bäsek bugünkü wagtymyzga şu togry keldigandek turdy. Bunun birincisi jasusluk saýmallary. Kural saýmallar. İstihbarat teşkilatlarında bir gruppa ijadkar, keşfiyat kabiliyeti jukry, yani yeni näsläni oýlap tepişke mahir bir türküm adamlardan teşkillengen bir gruppa bolady. Bunun ijadçylyk roýugy ige, her daim yeni näsläni oýlap tapadigan aşınday türdük adamlar var. Bu seviyeden mi bolmaydı bu? Seviye bu münasibeti yok bunun. Ma'lum hüner boyunca hüner kıygan adamlardı mı? Yüzünün hüneri dairesinde daim yenilik yaratadyganlar oldu. Ustasy bir xilni ögetken bolsa, şu bir xil bilen ömür yutadiganlar oldu. Bu şu türdeki ijadçylyky bay adamlardan teşkillengen bir gruppa her daim jasuslar üçin jasusluk saýmallaryny ýeňilap, adamnyň akly ýetmeýdigan türlerini ýasap durdy. Bularny James Bond filmlerinden görelisizler. 007 degen Angliýanyň James Bond filmleri. Lekin kinoda görgenimizni muşkunda jasuslar aşında işiltidi eken dep bilip alsak,
xatolashgan bo'lamiz. Bu xatolashish zaman nuqtasidan xatolashish bo'ladi. Ya'ni bizning bu kinoda ko'radiganlarimiz vaqti o'tgan, hozir qo'llanilmas bo'lgan, oshkorlanib qolgan turlardir. Shunga uni bugünkisi desak, zamondan keyinda qolgan bo'lib qolamiz. Kinoda ko'rganlarimiz eng az 50 yilning oldidagi saviya. Chunki istixborotda 50 yil prinsipi degan bir prinsip bor. Buni faqat demokratik sistemlarda shunday 50 yil. Mustabid davlatlarda 50 yil emas bu. Mangulik deyish mumkin. Bu 50 yil prinsipi deganimiz ba'zi maydonga kelgan istixborot operatsiyalari haqida 50 yil maxfiyatlikni saqlash deganlikdir. 50 yil maxfiyat saqlangandan keyin 50 yilning oldidagi elib berilgan operatsiyalar, shu chaqda ishlatilgan saymonlar, qurollar jamoatga oshkorlanadi. Buningda yana bugungi kunda yangi qo'shilgan josuslik kompyuterlari, har xil mikrochiplar, andin mikrofonlar, andin mikro foto apparatlar yoki video apparatlar. Bular 50 yil qat'iy maxfiy tutilgandan keyin andan qiziquvchilarga uchirib berildi. Masalan, razvedka romanlari yozadigan yozuvchilarga, kinochilarga 50 yilning oldidagi ishlardan uchirib berildi. Shunga kinodikilar bugungi ahvol bo'lishi ma'qul. Ana shundaq bir guruh odamning kecha kunduz tirishish orqasida josuslar yangi josuslik saymonlari bilan ta'minlanib turiladi. İşinin xarakteri, xatar darajasi, harakat rayonining alohidaliklariga ko'ra qurollanadi. Bularning ichida kundalik turmushda eng ko'p ishlatiladigan narsalarning taqlidida yasalgan saymonlardan soat, qalam, material sumkasi qatorliqlarni ko'rsatish mumkin. Bunday saymonlar uçur toplashni shubha tug'dirmaydigan tarzda qulaylashtiradigan saymonlar va josusning o'zini qo'g'dish uchun zarur bo'ladigan saymonlardan iborat ikki turini ko'rsatish mumkin. Masalan, qalam. Kundalik turmushda har kimning yonida bo'lishi mumkin bo'lgan odatdagi qurol. Ammo josuslikda qalam bir yoshirin kamera bo'lishi mumkin. Mikrofon bo'lishi mumkin. Shundaqla ichida bir tal o'q bo'lgan bir qitim etishga yaraydigan tapancha bo'lishi mumkin. Shu qalam. Bundan boshqa lav suruxi, ayollar ishlatadigan lav suruq, kunlik yomg'irliq yoki kunlik qatorliqlarni bir qurol bo'lishi mumkin. Bularni xuddi normaldagi nusxasiga o'xshashla aylangan bo'lishiga qaramay, o'zini qo'g'dashga majbur bo'lgan vaziyatda qurolga aylandi. Lav suruxi zahar bo'lishi mumkin. Kunlik bir shamshar yoki bir qitim etishga yaraydigan bir atar miltiq bo'lishi mumkin. Bundan boshqa qo'l soatiga yoshirilgan qurollarni kamera yoki mikrofonlar deyishimiz mumkin. Hatto qo'l soatiga nayt kichik bir gaz baloni o'rinlashtirilishi mumkin va bir knopkani bosganda qarshi tarafga gaz purkishi mumkin. Bunun bilan qechishda eng ajallik yoki eng halqiliq bo'lgan 1 minut yoki 2 minut qozondirishi mumkin.
Mikro nuqta kamera. Mikro nuqta kamera. Çikit. Nuqta deganimiz çikit. Mikro nuqta kameralı qanchalik varaq. Qanchilg'an varaq. Uchurni bir chikit qadar kichigiltib suratga olaydi. Bu surat intayin odatdagi rasmlarning ichiga yoki texmo inson aqliga kelmaydigan joylarga yoshiriladi. Masalan, bir soatning ustiga degandek. Xuddi bir soatning aynikining ustida bir dog' yoki qora bir chachrandi shaklda ko'rinishi mumkin. Andın bu nuqta mikroskop orqali o'qiladi. Chunki mikroskopda bilisizlar bakteriyalar ko'rinadi. Odatda ko'zga ko'rinmaydigan bakteriya, viruslarni ko'rishga yaraydigan bo'lg'achqa, buni mikroskopning aynikiga tutgan vaqtimizda o'qig'ini bo'ladigan narsa bo'ladi. Şunu esimizde tutuşumuz gerek ki, bugungi kunda mikro tipli kompüter chiplari borliqqa kelgan davrda josuslik texnikasi texnik ilg'orlashdi. Masalan, egib uchib nishonga tegadigan o'qlar. Yoki shunda o'qlarni atadigan qurollar. Siz qo'g'ilnayotgan bo'lsangiz, raqibiniz siz buralgan ko'chaga buralmasdilla. Yani siz bilen bir tüsüzlük üstüde bulmagan ahvaldımı atqılı oladigan qurollar. Ko'zoynak o'rinlashtirilgan mikro kameralar ve uçurlarni texmi ko'p sig'imga chiqargan, ammo hajmi texmi kichikligan mikro chiplar borliqqa keldi. Bugungi kunda. Asas saymallar. Resim aparatı. Mikro tipli resim aparatlari chaqmoqlarga, chapanning tugmallariga, saatlerinin aldığı yüzüge yoki turli zinnet eşyalarının, mesela ayollar boynuga asadigan medalyon, qo'llariga taqaydigan üzük degandek. İçiga zinnet eşyalarının ichiga yoshirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, bir KGB jasusining kamerasi galastikoga taqalgan bir jingning bekitilgan bo'lib, yanchiqidagi uzoqdan kumanda asbobi orqali ishlaydi. Bu xuddi jingni mix deyiladigan mix shaklida bo'lib, bu kamera. Mixning kütek tarafi, beshi tarafi suratga oladi. Yoshirin joy haqida biz ilgari bir maqolada to'xtalgandik. Yoki xat sanduqi. Anda mubalag'alik shaklda atagan vaqtda xat sanduqi. Her casus muhim uçurlarını saqlash uchun ehtiyojli bo'lgan yoshirin joyi bo'lib, bu qo'lidagi odatdagi bir somkaning, kichik chamadonning, material somkasining yoshirin yanchiqi bo'lishi mumkin. Hatta yanida elib mangadigan tog'oq, üzük, qalam, kitob yoki oyog'ining ma'lum bir yeri bo'lishi mumkin. Bu yoshirin joy. Jasuslarning oyoqlari. Jasuslarning oyoqlarida yoshirin yanchiqlar bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'rinmas siyah qutullari, agar tutilib qo'lingiz bog'langan holda bir yerga so'langan bo'lsangiz, qo'lingizni bo'shatishga yaraydigan saymonlar, kalab cho'chadigan sayman yoki og'amchini kesadigan tig' qatorliqlar yoshirilgan bo'lishi mumkin. Bu ijodkor guruhga o'zining qo'lini bog'lab turib, bag'iltib turib. Agar qo'l oqisdan bog'langan vaqtida bu sayman qayerga yoshirilsa, uni qulaylikcha og'in bo'ladi, ammo dushmanning diqqat qo'zg'almaydi. U oqida bir yerga yoshirildi. Ya'ni siz yukinib o'ltirgan bo'lsangiz, qo'lingiz oqidan bog'langan vaqtida oyog'ingizning topini
üstüge qarab turadi. Qo'lingiz eng oson ulaşalaydı tapanga. Belkim bu ayağının tapını uyuşturuluşı mümkün. Ve siz bir yerden bu tığını elip qo'lingiz bağlangan ağamchini kesalaysiz. Yoki tasmangizning orqa tarafiga uyushtirilgan bo'lishi mumkin. Yana masalan soqol elish saymonlarida jasuslik qurollari. Soqol saymonlarda. Bunun ichidagi köpük yoki mag'zab qutisining asti qismi bir bo'shliq bo'lishi mumkin. Ustida yana köpük bor. Uni tekshirib baksa köpük u. Ama asti asallıqcha adamning aqliga kelmaydi. Ana shu yerga muhim uchurlarni yo'shirishda foydalanilgan bir bo'shliq chiqarilgan. Lav surxi zaharli bo'lishi mumkin yoki lav surxining yana bir uch tarafdan o'q chiqadigan bir atar tapancha bo'lishi mumkin. Tengi pullar. Tengi pullar aynan qo'llanışdagi pullarga o'xshash yasalgan bo'lib, jasuslarga berildigini ichki kavak. Asti üstü ayrıldıgan şekilde bo'ladi. Bunun ichiga mikro tipdagi uchurlarni saqlash yoki tutilib qolganda o'zini o'ldirib olish uchun zahar saqlash mumkin. Qichishqoq to'zi. Bu 2. Dünya urushi davrida inglizlar tarafidan kashf qilingan bo'lib, jasuslar tutilib qolganda tutuvag'uchilarga po'ksa qechishlari uchun 1-2 minut qazandırışqa yaraydı. Qarşı tarafning hamma yeri qichishib ketadigan bo'lg'achqa, u qo'lidagi betlangan tapanchaning yo'nalishi boshqa tarafga bo'lgan asha minutning o'zida qachalaydi yoki u yana qurol chiqarishga ulguradi. Oyoq izliq oyoqlar. Oyoq yalang'och oyoqning iziga o'xshash iz chiqaradigan oyoqlar. Bu oyoqni kiyib yurganda yerga yalang'och oyoqning izi tushadi. Buni Tinch okean orollarida ishlatgan bo'lib, dunyo urushi davrida. İzdigichilarga xuddi ma'sum bir orol aholisining izidek ko'rinsin uchun shunday ishlatilgan. Qadimgi zamonlardan bugungacha kaptarlar uzoq aralıqlarda xabarchilikda ishlatilganligini hammamiz bilamiz. 2. Dünya urushi davrida kaptarlarning put araliqiga bekitilgan kichik kameralar orqali nemis frontining ustidan rasmi tortilib, nemislarning kuch o'rinlashtirish ahvoli haqida uchur elishda foydalanildi. İkinci mazmun bugungi sözümüzün ikinci mazmunu casusluk tori. Casusning vazifasi uchur to'plamak deb bildik. Ammo uchur keraklik yerga yetkazilmasi foydasi yo'q. To'plagan uchur. Bo'libmi ba'zi uchurlar borki, darhol yetkazilmasa, vaqti o'tsa keraksizlashib qimmat qolmaydi. Ammo uchurlarni topshirib elish kerak bo'lgan taraf ko'p chaqlarda bilingan nishon bo'lishi mumkin. Masalan, elchixona yoki konsulxona xodimlari doim kuzatish ostida tutilishi mumkin. Ular bilan uchrashgan odamlarni darhol tekshirish nishoniga aylanib qoladi. Yoki allaqachon oshkorlanib qolgan, ammo oshkorlanganligini bilmaydigan bir boshqa jasus bo'lishi mumkin. U holda qanday qilib uchurlarni bexatar holda markazga yetkazish bir qiyin o'tkal bo'lib qoladi. Buning uchun jasus ijodchan tafakkurga ega bo'lmasa, usta mugatganning sirtiga chiqolmaydigan turdan bo'lsa, umri qisqa bo'ladi. Uchur yetkazish usullaridan ko'p uchraydiganlari shular. Suvashmoq. İki jasus bir-birini tanımaydigan ikki kishi tarzida bir-biriga suvishib o'tgach, uchurni qarshi tarafga topshirish usuli. Yana biri qariga munosabat nuqtasi. Bu usulda ikki kishi bir-birini ko'rmaydi. Uchrashmaydi. Jasus uchurni kelishib olingan ma'lum yerga qo'yadi.
Buni ilgari men bir maqolamda o'tgan video dedimmi yo'q bilmayman. Xat sandiqi bu. Yuqoridagi xat sandiqi emas, bu xat sandiqi ekan. Agar bu shahar ko'chalardagi bir yer bo'lsa, bor yoki yog'och ko'mirdek bir narsa bilan uchur qo'yilgan yerga bir belgi sızıp qo'yildi. Bu belge kelishib elingan belgi bo'lg'achqa, qarshi taraf bu belgini ko'rganda uchurning qo'yilganligini bilib, xat sandiqiga qaraydi. Bular resmiy pochta xat sandiqi bo'lishi mumkin. Bir bog'chadagi o'rindiqning ostida bo'lgan bir yerq bo'lishi mumkin. Bog'chalardagi sunniy tog', tosh obidalarning bir yerlari, xola qatorliqlar. Hatto axlat dövsidagi ichkavak har qanday bir tashlanma bo'lishi mumkin. Ba'zida ilgari hech ko'rib boqmagan yana bir jasus bilan uchrashishga to'g'ri keladi. Bu tutilib qolish xavfi yuksak bo'lgan nuqtalardan biri. Chunki siz uchrashmoqchi bo'lgan jasus allaqachon tutilib qolgan bo'lishi mumkin. Siz bilan uchrashishga kelgan kishi qarshi servisning, ya'ni anti jasuslik a'zolaridan biri bo'lishi mumkin. Ya'ni uning o'rniga sepilmagan. O halda mokkudili changalga tushib qolasiz. Yoki qarshi taraf gumonliq bo'lib belgilangan, texi tutilmagan bo'lsa-mu, doimiy kuzatish ostidagi bir nishon bo'lgan bo'lsa-mu, yanada xatar cho'ng. Buning uchun uchrashmoqchi bo'lgan joyga utturli bormasdan shu atrofni aylanib, atrofdagi odamlarni bo'libmi o'tkinchilardan bo'lmagan. Bu yonga o'tib turgan, ijroqlab ketayotgan, yana kelib mayoq ijroqlagan, oyoq ijroqlagan bu odamlarga emas, turg'un holatdagi kishilarni obdan kuzatmak, baholamak lozim. Bular sayyora setiqchi, gizit tatqichi, maylamchi degandeklar bo'lishi mumkin. Hatto shu atrofda to'xtatib qo'yilgan mashinalarni diqqat qilish kerak. Mashinaning ichida birlar kuzatish mashg'uloti bilan bo'lib o'tamdi yo'q. Mana shunday tekshirishlardan keyin uchrashish nuqtasiga kelish kerak. Bu holdami tekshirilmagan yana nimalar qoldi deganni doimo aqlda tutish kerak. Masalan, jiroqdan durbin bilan kuzatilish ehtimolligi bor. U holda jiroqdagi binoning o'g'izisi, ma'lum derazalar, har yerda bir ko'z sizni paylab turgan bo'lishi ehtimol. Har jihatdan to'liq qanoat hosil qilolmagan ahvolda uchrashishni kechiktirish, o'rnini almashtirish kerak. Uchrashishlar ko'zga oson chiriqmaydigan joylarda, qechib qutulishga qulay joylarda bo'lishiga alohida ahamiyat berildi. Masalan, odam nayt kamdan kam boradigan xilvat joylar texmi bek diqqatni qo'zg'aydigan bo'ladi. Shunlashqa eng yaxshisi cho'ng savdo saroylari, odamlar bek ko'p bo'ladigan yerlar, qisqa nuqtalar, qatnash beketlari qatorliqlar odam ko'p bo'lganligi uchun kuzatish qolaysiz bo'ldi. Kuzatuvchilar uchun qolaysiz bo'ldi. Va bu g'olg'onning ichida bu uchrashishni amalga oshirish bir oz bexatar bo'lishi mumkin. Shundaqla qechishqimi bunday yerlar qulayliroq. Andin ko'rish nuqtasiga kelib, siz ilgari ko'rmagan jasusga yaqinlashasiz. Uning ko'rib turadigan sirtqi alomatlarda kelishib olingan bir belgi bo'lishi mumkin. Qo'lida ma'lum bir jurnal yoki gazet, yelpigich, kunlik, hasa degandek. Jiroqdan bilinadigan belgilarga qarab, shu nishonni uchrashadigan odam deb bekitgandan keyin yaqinlashasiz. Biroq kelibli ish haqida so'zlashish yoki uchurni berish yoki elish mumkin emas. Belgilangan parolni qarshilashtirish kerak. Bu bir jumla savolga, bir jumla javob shaklida bo'lishi mumkin. Texmi murakkab holda bir necha jumla dialog shaklida bo'lishi mumkin.
Ammo bu savol javoblar ushirish nuqtasiga yarashadigan shaklda bo'lishiga diqqat qilish muhim. Shu sharoit va vaqtga uyg'un kelmaydigan bir savol atrofda kuzatayotganlar bo'lsa diqqatni tortish cho'qin. Bundan boshqa bir turdagi dialog shaklida jumlaning hammasi emas, jumladagi ma'lum so'z parol bo'lishi mumkin. Bu holda bir necha qatimliq bardi oldi badilardan keyin, ya'ni savol so'roqlar bir necha qatimliqdan keyin qarshi tarafni jumlasida belgilangan ma'lum bir so'zni qistirgan bo'lsa, buni yanama ilgirlab sinamoq uchun yana bir jumlada ikkinchi bir so'z qistirilib, qarshi tarafning javobidami uning deyish kerak bo'lgan ikkinchi bir so'z qistirilgan bo'lsa, buning bilan oxirgi qarorga kelishga bo'ladi. Buningdan boshqa gazetlardagi shaxsiy e'lonlar. Bu kommunist sistemlarda belki bulunmasligi mumkin. Chunki kommunist sistemlarda shaxsning e'lonlari deganda berilmaydi. Shunga bu usulni shu sistemga uyg'un shaklda qilishga to'g'ri keldi. Televiziya orqali uchur berish. Masalan, odam izlash e'loni shakli. Davud o'g'li Sulaymon, sening uydan chiqib ketishing bilan apang qattiq og'rib yetib qoldi. Shunga darhol uyga qaytib kel. Akang Chintemir. Bu e'lon qarshi tarafga ma'lum uchurni yetkazadi. Ya'ni belki buningda qaytib kel degan so'z muhim bo'lishi mumkin. Uyga qaytib kel. Ya'ni vazifa rayonidan uni vazifalantirilgan markazga qaytib kel degan ma'no bo'lishi mumkin. Apang qattiq og'rib yetib qoldi degani seni biladigan jasus tutilib qoldi, u seni pash qilib qo'yishi mumkin. Shuni darhol qoch deganni bildirishi mumkin. Mushunga o'xshash ima ishoratlik bir e'lon berish orqali gazetga yoki televiziyaga o'zaro uchirilishi mumkin. Televiziyada birining tug'ilgan kuni yoki boshqa sabablardan beriladigan talablik anglitishlardan foydalanish mumkin. Masalan, yog'mi qizi Alqamar, sizning tug'ilgan kuningiz uchun uzoqdagi dadangiz osmoningda ay bormi degan naqshni talab qildi. Deyilganda bu jumlani qarshi taraf tushunolmaydigan ba'zi ima ishoratlik so'zlardan tuzib e'lon berishga bo'ladi. Bundaq uchur berish yoki uchur yo'llash usullari ichida shundaqlarim bo'lganki, oshkora salohiyati naqshchi bo'lgan bir jasus sahnada naqsh o'qiyotgan shaklda maqsadini nishondagi jasusga ulashtirgan yoki naqshi notalar yozilgan daftarga qur orliqlarga ko'rinmas siyo bilan yozilgan uchurlarni yezib to'shagan davlatdan davlatga. Bundan boshqa shahar ko'chalarining ma'lum do'qmishlardagi e'lon uqtirishlarni chaplaydigan turuklar, e'lon taxtalari degandek joylarga ma'lum belgi alomatlarni qo'yish orqali ba'zi qisqa uchurlarni yo'llash mumkin. Bu qarshi taraf bilan ko'rishmasdan yo'llanadigan uchur bo'lg'achqa bexatarligi yuqori. Taxtada yoki turukda e'lon va boshqa chaplaqlar ko'p bo'lg'achqa sizning zodi qaysiga diqqat qilayotganingizni kuzatayotgan bir bor deyilgandimi bilinmaydi. Masalan, bir dona X belgisi. Xat sanduqida bir uchur bor. 2x kuzatilayotsan, diqqat qil. 3x pash bo'lib qolding, vazifangni oxirlashtir. 2 siziqcha, yana 2 ko'n joyda uchrashayli. 4x markazga qayt. 2 va 2 v 2 apangizga bir telefon qiling va boshqalar. Bular birlikka kelgan belgi va ma'no emas.
Agar unda bo'ladigan bo'lsa, har kim buni bilib oladi. Belgi o'xshash bo'lsa-mu, uningga yuklanadigan ma'nolarni ikki taraf oldin kelishib olishlar kerak. Zamonaviy usullardan biri ko'rinmas siyo bilan yozilgan xatlar. Deylikki, sizda mushundaq bir siyo bo'lsa, bir varaq uchurni yozib, ommaviy so'rinlardagi e'lon taxtasiga ustiga bir belgi sızıpla çaplab qo'yishingiz mumkin. Buni elish kerak bo'lgan shaxs bu e'lon taxtasiga kelib, ustida kelishib olingan belgi bo'lgan bo'sh varaqni boshqalarning ko'zida bo'sh varaq, xat yo'q. So'yib elib ketib o'qisa bo'ladi. Ko'rinmas siyo ma'lum bir xil ximiyalik suyuqlik bo'lib, bu suyuqlik bilan varaqqa xat yozilsa ko'rinmaydi. Faqat yana bir xil ximiyalik modda bilan uchrashgandila andin ro'shanlashadi. Shunga bu xil siyoni dunyoda bir xil bo'lishini aytadi. Her ko'rinmas siyoning ko'rindigan qilinish uchun ishlatiladigan ximiyalik moddami shunga ko'ra boshqa bo'lishi mumkin. Shunga ko'rinmas siyo bilan yozilgan bir uchurning borligini bilgan bir varaqni qo'lga tushirgan taqdirdami bu siyoni ko'rindigan qilishga qanday modda ishlatiladiganligini bilmaganda tamamen ko'rinmasligi, hatto buzilib keyin doğrusini topgandimi foyda bermay qolishi mumkin. Uchab ketdi. Hozirgi kunda umumlashgan hozirgi kunda emas, hali uzundan beri umumlashgan, balki bu yaqindan beri hojat qolmagan, ya'ni bir ko'rinmas siyo yoki suruq. Pasport kontrollaridagi suruq. Bir xil ximiyalik modda aralash bo'lib, ma'lum bir xil nur muhitida chaqnaydigan xususiyatga ega. Tamg'ining saqtligini bu orqali bilgili bo'ladi. Ya'ni siz o'xshash rangdagi suruqda saqti bir tamg'ini bosgan bo'lsangiz, pasportingizga kirdi, chiqdi degan tamg'ini, uni ma'lum nur muhitiga deylikki, binafsha nurliq chiroq, ultra qizil nurliq chiroq yoki boshqa nurliq chiroq. Uning ostiga kelganda saqtisi yaltiramaydi. Buningdan tamg'ining saqtligini bilib oladi. Ammo hozir mikrochipli pasportlar barliqqa kelgan bo'lg'achqa, u mikrochipning ichiga uyushtirilgan barliq sizga oid uchurlar buni pasport tekshiradigan mashinaga qo'ygan hamatlar ekranda ko'rsatib turadi. Undan ekan bunday suruqlarga ehtiyoj qolmagan bo'lishi mumkin. Endi odatdagi ahvollarda ko'rinmas siyoni uyda yasash mumkin. Limon suyi yoki limon va piyoz suyi aralashmasi bilan yozilgan xatlarmi ko'rinmaydi. Buni o'qish uchun chiroqqa yaqinlashtirasiz, andin ko'rinadigan bo'ladi. O'qig'ili bo'ladi. Qarindoshlar, bugun mushaqcha gaplashaylik. Agar qiziqadiganlar ko'p bo'lmasa, avvar olmasak bo'ladi. Qiziqayotganlar bordekmi qiladi. O'tgan haftada boshqa mazmun so'zlangan vaqtida darhol surishti qiladiganlar bo'ldi. Shunga qiziqayotganlar bormidi deb o'ylab qolaman, ba'zida yo'qmidi deb o'ylab qolaman. Hammanglarga Allohdan niyat qilgan ishlaringlarda muvaffaqiyat tilayman. Hammanglarni Alloh salomat qilsin. Xayr xo'sh.